Assalomu alaykum, hurmatli zamondoshlar. Nihoyat kecha o'zimizni 110 yozgan kitobimiz qo'limizga tegdi. Bu kitobni chop etgan bizni noshir do'stimiz Yusufjon Xoliqovga juda katta rahmat aytaman. Kitobimiz Biofaktor Press nashriyotida chop etildi mana. 1000 nusxada chop etdik. Insonni anglash ilmi deb atalgan kitob. Mazkur kitobni birinchi nashrini biz chop etganimizga 10 yil bo'lyapti. Birinchi nashri bu Surat va Siyrat deb atalgandi. Buni ham mana qavs ichida biz yozganmizki, Surat va Siyrat yoki insonni bilish ilmi deb. Xo'p, insonni bilish ilmi degan so'zning ma'nosi nima? Ma'nosi shuki, biz har birimiz o'zimizni jamiyatning a'zosi hisoblanamiz, shu xalq farzandimiz, shu davlatning fuqarosimiz. Shuning uchun har birimiz o'zimizni faoliyatimiz mobaynida, kundalik ishimiz mobaynida, demak, o'nlab, yuzlab odamlar bilan muloqot qilishimizga to'g'ri keladi. Qo'ni qo'shni bo'lamiz, mana ko'pchilik bilan birgalikda ishlaymiz, qarindosh urug'larimiz bor. Demak, insonning tashqi qiyofasini ichki dunyosiga qay darajada ta'sir qilishi yoki insonning ichki dunyosini o'zi tashqi qiyofani qay darajada o'zgartirib yuborishi to'g'risidagi ilmlar. Bu ilmlar azaldan bo'lgan, ilgaridan bo'lgan, juda ko'p yillar. Masalan, bu borada Shamsiddin Dunasari degan bobokalonimiz bir necha 100 yil muqaddam Qiyofatul Bashar degan kitob yozgan. Endi bugungi kunda dunyoni juda ham ko'plab davlatlarida mana shu insonni tashqi qiyofasiga qarab ichki dunyosini bilish ilmiga qiziqishlar nihoyatda katta. Juda ko'plab davlatlarda katta mas'ul lavozimlarda ishga olishda, demak, fiziognomist yoki fasiolog degan mutaxassislar o'tiradi. Bular psixologiyani alohida maxsus bir bo'limi hisoblanadi. Va ular demak nomzod bilan ikki og'iz suhbatlashib, mana 5 minut, 10 minut baqamda o'tiradida, demak, ularni o'zini tutishi, suhbat mobaynida qay darajada javob berishi, undan tashqari sochini shakli, qoshini shakli, ko'zlarini tuzilishi, burunni shakl shamoyillari, og'izni shakllari, tishlar oralig'i, dahan qanaqa va gapirgan ohanglarini balandmi, pastmi, qo'llari yo'g'onmi, ingichkami, ko'kraklari tuklimi, tuksiz emasmi, qoshlari bilinarlimi, bilinarsizmi, quloqlar kattami, kichkinami, mana shularga qarab turib 10 daqiqa, 15 daqiqa suhbatni o'zidayoq, demak, o'sha insonning ichki dunyosini bilib oladi va xulosa berishadiki, demak, bu odam mana shu mas'ul lavozimga yaroqli yoki yaroqsiz deb turib. Shuning uchun bu juda katta ilmlar hisoblanadi. Endi buni albatta o'rganish birdaniga paydo bo'lmaydi odamda, birdaniga insonda ko'nikmalar paydo bo'lmaydi. Shuning uchun biz o'zimiz bilan baqamti keladigan, suhbatdosh bo'ladigan, qo'ni qo'shni, qarindosh urug' bo'ladigan odamlarimizni ichki dunyosi qay darajada ekanligimizni bilishimizga ozroq bo'lsa ham ilmiy darajalaringizni, ilmiy dunyoqarashlaringizni kengaytirib beradigan kitob hisoblanadi bu. Ushbu kitobni yozishda biz 300 dan ortiq manbalardan foydalanganmiz. Albatta, muqaddas islom dinida ham bu borada juda ko'plab ilmlar bor. Masalan, mana hadis shartlarni orasida olib qaraydigan bo'lsak, janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib o'tganlarki, yaxshilikni chehrasi ochiq hamda xushro'y odamlardan izlang degan. Demak, chehrasi tund va qosh qovog'i osilgan odamlardan yoki afti angori anchagina xunuk bo'lgan odamlardan unchalik yaxshilik chiqmasligi, bir yaxshi olijanobliklar chiqmasligi o'sha hadisdan ko'rinib turibdi. Buni hayot ko'rsatib turibdi albatta, chunki chehrasi ochiq inson bu oftobga o'xshaydi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, rahbarimiz bo'ladimi yoki bizga bo'ysunuvchi odam bo'ladimi yoki hamkasaba bo'ladimi, insonning chehrasini ochiqligi juda katta ahamiyatga ega bo'lgan holat hisoblanadi. Ushbu kitobimizni chop etishda Turon Fanlar Akademiyasini mana birinchi navbatda qo'yib qo'yganmiz. Turon Fanlar Akademiyasini, demak, logotipi. Turon Fanlar Akademiyasi, undan tashqari Toshkent Tibbiyot Akademiyasida ishlab yurgan chog'larimda bu kitobni biz o'sha nashr etishga tayyorlaganmiz. Xalq tabobati akademiyasini akademigi sifatida hamda Yevropa tabiiy fanlar akademiyasini akademigi sifatida, Afrosiyob psixolog fanlar akademiyasini akademigi sifatida hamda Markaziy Osiyo tabobati, tibbiyoti va tabiatini o'rganish ilmiy tadqiqot institutining professori sifatida men bularni hammasini mana shu kitobga kiritganman. Kitobni taqrizchilari Turon Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, tarix fanlari doktori, professor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mumtoz san'atkor Hoji Akbar aka Hamidov hisoblanadi. Va ikkinchisi
ikkinchi taqrizchi bu Turan Fanlar akademiyasini akademigi Halima Xudoyberdiy va ko'krak nishoni sovrindori Rohila Siddiq. Mas'ul muharrirlar Turan Fanlar akademiyasini akademigi, Xalqaro Turan yozuvchilar uyushmasini a'zosi, tabobat fanlari nomzodi Salim Abdullayev hisoblanadi. Kitobning badiiy muharriri Xalqaro Turan yozuvchilar uyushmasini a'zosi Halima Xudoyberdiyeva va akademik Alijon Zohidiy ko'krak nishonlari sovrindori, tabib va tilshunos Zohidova Munojotxon Alijon qizi hisoblanadi. Endi ushbu kitobni qanday insonga ahamiyati bor, qaysi jihatlariga bizlar e'tibor berishimiz kerak? Albatta mana shakl va shamoilni mundarijaga bizlar qaraydigan bo'lsak va inson mohiyatini bir-biriga bog'liq jihati, ya'ni suratimizni siyratga qay jihatda bog'liqlik jihatlari, bular hammasi ilmiy, tibbiy, diniy jihatdan, falsafiy jihatdan mushohada qilib o'tilgan. Va yana kitobda biz to'ldirilgan nashrda shuni qo'shdikki, meditsina fanlari doktori Professor Zikrullo Hoji Solixxo'jayevni o'zlarining roziligi bilan ushbu kitobga Hazrati inson va insonni salbiy xislatlari hamda ijobiy xislatlari degan kitoblardan ancha kerakli narsalarni oldik. Mana shu joyda ustozimiz Zikrullo Hoji insonda bo'ladigan 200 dan ortiq ijobiy xislatlar hamda 200 dan ortiq salbiy xislatlarga xarakteristika berib o'tgan. Juda ham mukammal bir qo'llanma sifatida. Masalan, mana jasurlik, jasorat, jonkuyarlik, bag'rikenglik, jur'atlik, jo'shqinlik, ziyraklik kabi bu ijobiy xislatlar bo'ladigan bo'lsa, demak, salbiy xislatlar ham bu joyda keltirib o'tilgan. Mana kitobning keyingi qismlarida bular hammasi badbinlik, sustkashlik, subutsizlik, masalan, soxtakorlik, takabburlik, ta'magirlik har biriga xarakteristika berib o'tilgan. Bizlar ustozning roziligi bilan mana shu kitobidan, ya'ni insondagi salbiy va ijobiy xislatlar degan kitobidan iqtiboslar keltirdik. Ushbu kitobni yozishda biz qaysi manbalardan foydalandik? Albatta, birinchi navbatda bu foydalangan manbalarimiz o'sha Shamsiddin Dunasariyni Qiyofatul Bashar eng birinchi bizlarga eng uzoq muddat bobo kalonlarimizdan qolgan juda katta meros hisoblanadi. Ana shu juda katta bir ilmlarga, falsafiy ilmlarga hamda islomiy ilmlarga asoslangan hamda hadislarga asoslangan juda ko'plab manbalar keltirib o'tilgan. Zamonaviy olimlardan biz ustozimiz Abdulla Arifni saylanmalaridan oldik, chunki ustozimiz har bir she'rlarida falsafa mavjud edi. Insonni siyrati va surati bir-biriga qay darajada bog'liq ekanligi, hatto ustozda surat va siyrat degan she'ri ham bor bu masalada. Hamda Narshahiyni Buxoro tarixi, Aziziddin Nasafiyni Zubdatul haqoyiqi, Ahmad Lutfiy Qozonchini Asri saodat qissasi, mana shunga o'xshagan Hazrati ustozimiz Abdulaziz Mansurning Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimalari, Alex Pizning Yazık Jestov kitobi, Vladimir Vorontsovni Tafakkur Gulshani, Jumanazar Beknazarovni Manzildan keyingi yo'l, Zebini Buso Ahmedovani Aksimizning nozik sirlari hamda professor Zaribboy Ibodullayevni o'sha asab va ruhiyat kitoblari. Mana 300 ga yaqin manbalardan bizlar foydalanganmiz. Kitobda shu narsani yana aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda insonlarda mana yuzini anatomiyasi qanday, fiziologiyasi qanday, ichki organlarga qay darajada ta'sir ko'rsatadi va har birida mana bu joyda kasalliklardan bizlar xulosalar keltirib o'tganmiz. Qaysi kasalliklarda? Bu faqatgina o'sha ichki dunyosini bilish ilmi emas, balki ichimizda qanday kasallik yashirinib yotibdi. Masalan, buyrak xastaliklarida insonda avtoangor qay darajada o'zgarib ketadi. Jigar kasalliklarida insonda shakl shamoili qanday o'zgaradi. Endokrin tizimlarda o'zgarish, buzilishlarda. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, insonni bilish ilmi juda ham katta bir ahamiyatga ega bo'lgan holat hisoblanadi. Bizlar qabulimizda bo'lgan inson bizda huzurimizga nima maqsadda keldi? Masalan, men o'zim shifokor sifatida, tabib sifatida, olim sifatida hamda Xalqaro Turan yozuvchilar uyushmasining raisi sifatida har kuni yuzlab insonlar bilan muloqot qilishimga to'g'ri keladi. Demak, qabulimdagi odam bag'ri keng insonmi, pokiza insonmi, yoki bir manfaatparast insonmi, yoki bir g'arazgo'ylik bilan huzurimga keldimi, men buni anglab olishim kerak va suhbatni ham shunga qarab olib borishim kerak va suhbatning natijasi ham xuddi shunga qarab insonning ichki dunyosiga qarab turib, demak, xulosa topishi kerak. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu kitobni 1000 nusxada hozircha chiqardik. Qayta nashrimiz bu
birinchi nashrimizni surat va siyratni chop etganimizdan keyin bu juda tez 5000 nusxada chop etgandik biz, tezda sotilib ketgandi. Buni bizlar talabalarga ham, institut talabalariga ham bir darslik sifatida chiqargan, qo'llanma sifatida chiqargan variantlarimiz bor va odamlarimizni juda ko'plab iltimoslariga binoan kitobni biz qayta chop etdik. Kimga agar shunaqa kitob kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shu insonni tashqi ko'rinishiga qarab turib ichida qanday xastaliklar yashirilgan yoki qanday ruhiy xastaliklar yashiringan yoki jismoniy bir buzilishlar yoki kasalliklardan tashqari demak xarakterda buzilishlari, xulq atvorda yomonliklari, manfaatparastlik yoki ichida bir g'arazgo'ylik yoki ichida bir nosamimiyat borligini bilishimiz uchun ushbu kitob har bir xonadonga kirib borish kerak va o'zimizni ilmlar darajamizni bu kitobni o'qib turib boyitishimiz kerak. Bu bizlarda hayot yo'limizda to'g'ri tanlashga, qo'ni qo'shnilarda, quda andalarda, hamkasblarda, shogirdlarda to'g'ri tanlashimizga katta bir dasturul amal bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun juda katta rahmat. Ushbu kitobni men nashriyot bilan kelishgan holda Yusufjon Xoliqovga ruxsat berganman. Kitobga hech qanday men mualliflik huquqi deb turib buni o'zim faqatgina chop etishim kerak, o'zim faqatgina tarqatishim kerak, sotishim kerak degan gap yo'q. Chunki ilm hammasi Allohniki. Men mualliflik huquqi deb talashayotgan odamlarni juda ham to'g'risi yoqtirmayman. Bu hamma ilm Allohniki. Yoziladigan she'r bo'ladimi, kitob bo'ladimi? Shuning uchun buni chiqarib, xohlaganingcha chiqarib xalqqa tarqatgin deganman. Undan tashqari o'zimga 1000 nusxa chiqarib bergan. Kitobni men Qutbiddin Nizomov oliy toifali shifokor allergolog, Turon Fanlar akademiyasining akademigi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni sohibi, Turon xalq yozuvchisi Abdulla Qodiriy ko'krak nishoni Nizomov Qutbiddin Fathullayevich bilan birgalikda ham mualliflikda chop etganman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Omonlik va salomatlik hech birimizni tark etmasin.